Uzun yıl boytaq o'tgan Sonata oldiga bog'lab tayyor qilib qo'ygan bir yigitning paydo bo'lganini ko'rib hayajonlanib ketadi. Shuning bilan falonchini qutqizib qochay deb turishiga esini yo'qotib qo'ygan xotirjam eshik oldida paydo bo'lib qoladi. Sizlar zodi kim? To'xta, men paraz qilib boqay. Sen cho'qim mening xotinim. Amisa, Vendi Layla. Sen-chu, nereden paydo bo'lib qolding? Ko'zingga oldin qismdagi Rustamdek ko'rinyaptimdim. Yo'ma uy san ochiq varadadek ko'rinyaptimda. Kim bo'lsa kiraveradigan. Bayotim buningdan o'ligidek tayoq yeb buni bo'ysundirishdan umidini uzgan falonchi oldi keyniga qaramay badar tikib o'tadi. Hamda har qancha oldirash ishimiz bo'lsa-mu, qatnash qoidasiga rioya qilishimizning zarur ekanligini tipik misol bilan isbotlab berdi. Qo'g'lagandan qechib qochqanni qo'g'lashni o'ziga shartlik refleks qilib olgan xotirjam Sonatanimi qochqinni ko'rib keyindan yana qo'g'lashga boshlaydi. Ni jambozlarga yugrab yetishib olgan bu bola vijikkina bir qiz bolaga 15 minutgacha yetishib bo'lolmay esini yo'qotib qo'ydi. Sonata bo'lsa o'ngishli qechib qutulib oladi. Yo'q yerdan ish chiqarib to'g'odan tish chiqaradigan bu oq ko'ngil sodda maktabda buvkavsi yo'q bu bechora qizcha Gajini apandimni izlab kelib birisining uningga qasd qilmoqchi bo'layotganligini va Gajinining pat yaqinda o'lib ketishi mumkin ekanligini, agar o'lmay yarda bo'lib qolsa o'zining doktorxonasiga borsa azam bog'da davolab qo'ydiganligini aytadi. Sonatani yo'liga selvatgandan keyin Gajini ochiq kulib o'rnidan turib ketadi. 15 minutlik xotirasi bor bir tal oltin belaq meni o'ltirmoqchi bo'tamda. Biz uni ganza yo'qlab o'taylik. Gajini odamlarni boshlab xotirjamning turalg'usi atrofiga bo'stirib qo'ydi. Bu vaqtda xotirjam bo'lsa Gajinining uyiga uni yo'qotgili kelgan edi. Dal shu vaqtda o'zining hayotining intayin zerikishlik o'tayotganligini his qilib, ichti siqilib ketgan Sonata xotirjamga telefon qilib o'zining Gajiniga chiqimchilik qilganligi, "Yangzingiz bo'lsa kelib o'ziga ozroq xotirjamsizlik elib kelishini so'raydi." Bu gapni anglagan xotirjam xotirasining yo'qolib ketmasligi uchun ushqandek chepib berib Sonataga qasd qilmoqchi bo'ladi. Sonata uni liftga so'lab qo'yib, munosabat xodimlarini boshlab keldi. Odamni hayron qoldirgani shuki, 15 minut burun qishlarni esib tutolmaydigan xotirjam yarim soatdan yoq liftga so'linib turib chiqibdi Sonatani tonib oldi. Demak, lift unutqoqlik va divanlik kasallarga shifo qiladi. Sonata yotig'iga qaytib kelib, o'g'irlab ochgan xotirjamning kundida xotirasini varaqlashga boshlaydi. Ikkinchi bob muhabbatning dardi. Optori Raji Kopra xotirjam. Lekin qushlarimda qanday qilishim kerak? Qanday qilganda uydimi sherin, taladimi sherin bo'la olayman? Esimga keldi. Men cho'qim g'itsishim kerak. O'zimning haqiqiy salohiyatimni oshkorlamdim. Mayli qanday qilay? Avval badandagi o'z vaqti bir haydab qumga bir tushib kelayjimi? Bular ikkisi shuncha jiq yo'q qildigan yalar tutsa, qilayotgan ishimizda haq ko'rab qolmasin degandek qumliqqa berib, issiqda bir-biriga choplashib usul o'ynashga boshlaydi. Bir kuni Kalpana xotirjamga ko'ngildagi gapini aytdi. Mening dadamning yosh vaqtida bir shalisi bor, qarang. Keyin qo'yimchiq uchrab qo'yilib ketdi. Shunlashqa shu kundan boshlab men o'zimga va'da qildim. Shalidan 3 ni olmay turib to'y qilmayman. Umrda Shalidek azam mashinalarni ko'rib baxmagan xotirjamning beshiga g'am tushib ketdi. Abla, lovsilaysidimi esil mashin bu nima u? Darvaqa, Kalpana o'zining tirishchanligiga tayinib, arshiv Shalidan birini oladi. Hamda yo'ldan o'tgan kechgan hamma odamga damiltib chiqadi. Hey, Shali haydab boqqanma? Qo'ng'amdek Shalida ko'rinyaptimda. Prov yo'q, nima haydaydi? Mashal shopirlik imtihon sistemasi deb anglamaganma? Voy, undaq apchaqlar jiqqu. Ma o'xshamaydi. Mashal imtihon apchig'ida maydonning xaritasidan tortib, chiroq mashig'igacha hammasi bor. Pul topqili bo'ldi. Men ashningdan topgan pulimga men mashinani oldim deyman. Na'dan tushirmizga? Voy, uni tushirish ketmaydi. Undidariga kirib, mashal deb izdang. Men tuvanga yezib qo'ydim-ku. Ajab damiltib oldim-a. O'ttirning hammasini uyangin bo'ldiganligini debidingiz-ku. Deputamsam hammasi biladi-ku. Kunlar mushundoq baxt ichida o'tadi. Hozir keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi boshpat tezliq. Bala, davomida ko'ramiz, yaqimamsa. Qani u salonning nomi? Nagiz qo'yding? Ya davramdim, Tuvşanrımga qaramamsa, boshpatda dedim-ku, boshpat. 抖音